59.500 ga 2 xonali uyimiz chiqdi. Yunusobod 15-kvartalda 2 xonali 3-etaj, 4 etajli domda balkonlar 1,5 ga oldi ekan. Orientir shundoq petishokka oldi ekan. Xo'p, mana zalimiz 5 ga 3 ekan. Keling mana prixoshkani ko'rsatamiz. Bu kiraverishimiz. Shunda o'ng qo'limizda vanna hisoblanadi, tualet hisoblanadi. Bu yog'imiz vanna. Mana bu yog'imiz spalni, o'ng qo'limiz kirganimizda bu yog'imiz spalni hisoblanadi. Akvariumlar bor ekan. Ko'rayotgan hamma narsalar qo'yapti. Bu yog'imiz zal 5 ga 3. Plus mana bu yerda bitta detskiy qilib qo'yishibdi, yana bitta xona, 3-xona. Bu yog'imiz общий balkon. Balkonimiz 1,5 ga 6, kuxnilari bor ekan, gaz plitalari bor ekan, akvariumlari bor ekan bu uyimizda. Balkoni ham toza ozod ekan. Shu uyimizga 59.500 so'raymiz. Qiziqqan bo'lsa, opsiya nomerini qoldiramiz.